Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 15-iyun haftani yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Mana bu ko'ylak lozimlar. Ko'ylaklarda o'zi donaga ham, pachkaga ham sotilaveradi. Hozir bir narxlar bilan tanishamiz. Avvalo eslatib qo'yamiz. Bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani. Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Qo'qonda bozori bas bu bozor. Ertalab bu bozor 4 da boshlanadi, kunduzi 9-10 gacha bo'ladi. 9-10 dan keyin o'zi sotuvchilar yig'ishtirishni boshlaydi. 12 da bozor tugaydi. Vaqtliroq kelaverasizlar. Bu nech puldan nech pulgacha aka ko'ylaklaringiz? 45 mingdan 55 minggacha. 45 ming so'mdan 55 ming so'mgacha. Shundaymi aka? Shunday. Ko'ylak lozimi ham shunaqa narx, ko'ylakda manalarni o'zi ham shu narx, ha? Xabalar 55 ming, xababan bo'ldi. Yana 500 ming apamga kirik qo'yaradi. Xo'sh. Telefon nomeringiz necha aka? 90lik 90lik 564 564 93 19. 93 19. Misol uchun mana shu ro'parada turganlar bular xaba. Ha, xaba. Shuni nech pul donaga olaman desa? Mana ikkinchi 55 ming. Dona pachka qilsa shu boshi. Mana shu boshidan birinchi boshlanadi. Mana shu birinchisidan boshlanar ekan. Bungacha 55 ming. Ana shu joylargacha 55 ming so'm ekan. Donaga ham, pachkaga ham. Zo'r aka. Bo'ldi, tushunarli bo'ldi. Keyin kunduzi telefon qilasizlar, hurmatli muxlislar, kechasi telefon qilmanglar. Mana 45 ming. Xo'p, u tomoni 45 ming so'm ekan, yaxshi.